Barchangizga salom do'stlar, sizlar bilan Super Daromad kanali do'stlar. Do'stlar, bugungi videomizda ajoyib bitta Telegram bot orqali sarmoyasiz o'sha pul chiqarganlik haqida video qilib ko'rsatib o'tmoqchiman. Ya'ni o'sha avvalgi videolarimizda ko'rsatib o'tgan mana bu ikkita botlardan o'sha pul chiqarib ko'rdim. Ya'ni bu yerda mana sarmoyasiz 100 ga ishlash, sarmoyasiz Tron 100 ga ishlab toping degan o'sha oxirgi videomizdan oldingi ikkita videomiz. O'sha botlardan biz pul chiqardik va o'sha botlar 100% puldan to'lab berdi. Hozir o'sha botlardan bittasini video qilib ko'rsatib bermoqchiman. Hozir o'sha botga o'tib olaman do'stlar. Va mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin, men o'sha botga ham o'tib oldik va bu botimizning nomi Mitfi Mining deb nomlanadi. Botga kirishimiz bilan start bosamiz va start bosganimizdan keyin bu yerdan o'sha mining deganni ustiga bosamiz va hozir bizga botning asosiy pul ishlash oynasi ochilib keladi do'stlar. Ozgina kirishini kutib turamiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, mana botimizga ham kirib oldik. Botga birinchi kirganimiz bilan kirishimiz bilanoq do'stlar mana shunday oyna ochiladi va biz bu yerdan mana bu har 24 soatdan bir marotaba mana bunday o'zi botning ichki coin'i bor, MF degan coin'i bor. Ana shu coin'ni biz to'plab turamiz, lekin u coin bizga hech qanaqa bir foyda bermaydi. Shunchaki pulga hisoblab ko'rib beradi bot, lekin uni hech qanaqa swap qilib yoki chiqarib olib bo'lmaydi. Biz qanday qilib pul ishlaymiz? Mana shu MF degan coin'ni qazib olish vaqtida, har 24 soatda qazib olish vaqtida bizga o'sha qanchadir yuzdiklar qazib olib beradi bot va o'sha yuzdiklarni 24 soat ichida to'playdi. Masalan, qancha bo'lishini to'plab o'zi o'sha 24 soatdan keyin mana bunday zabrat qilib olganimizdan keyin o'sha yuzdiklar ham bizning balansimizga mana bunday botga xabar keladi. Ko'rishingiz mumkin, mana bugun 14-yanvar, mana ko'rishingiz mumkin 21:57 da mana bunday ko'rishingiz mumkin 24 soat ichida 0.20 sent ishlab bergan bizga mana shu bot. Ya'ni 48 ta MF degan tokenni qazib olish vaqtida o'sha pulni, ya'ni o'sha 0.2 USDT ishlab bergan bu bot bizga. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, har kuni har 24 soatda o'sha bepul hech qanday sarmoyasiz shunchaki botga kirib zabrat qilib turganimizga bizga mana shunday pullar berib boriladi. Ko'rishingiz mumkin, mana har kuni o'sha 0.01. Endi boshida botda shunday kamroq beradi, negaki endi ko'proq ham beradi, har xil endi qazib olish nimasiga qaraydi. Albatta bir kun kamroq, bir kun ko'proq. Bugun mana ko'rishingiz mumkin 0.20 sent berdi. Masalan, ertaga endi 0.05 sent yoki 0.01 sent yoki 1 dollar yoki 10 dollar shunday berib yuborishi mumkin. Deb bilmadim anig'ini, lekin o'sha har kunlik qanchadir summa berib boradi. Keyin bu yerda last draft bor, har kuni bir marotaba 24 soatda atashmasam har kuniga 3 marta yoki 4 marta yoki 2 marotaba aylantirish mumkin. Keyin bu yerda mana bu pastda bo'lmani tanishtaman. Birinchi bo'lim bu nagradu bo'limi. Bu bot mana bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, mana bunday referral taklif qilganimizga va ежедневный задание mana bunday 100 ta coin olib borishimiz mumkin bo'ladi. Keyin drug bo'lim bor bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bu yerda referral ishlaganimiz kooperativ qilib olib o'sha do'stlarimizga ham tarqatib ularning ishlaganda biz ham qanchadir foizlar olib borishimiz mumkin bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda menga hali coinlar kelgan, ya'ni mana bunda USDT tokenlari hali kelmagan. O'sha hech qanday referalsiz, ya'ni referalda hech qanday daxl, ya'ni USDT kelmagan holda ham men pul chiqardim. Hozir buni ham ko'rsatib beraman. Bu o'rtadagi bo'limini, home bo'limi mana shu mana bu planetani yonida aylanib yuradigan mana bunday raketa bor. O'sha raketa aylanish jarayonida shu USDT qazib oladi, aytib o'tgandek. Keyin do'stlar, bu yerdan mana bu bo'lim bor. Bu yerda biz raketamizni kuchaytirishimiz ham mumkin bo'ladi, ya'ni ikkinchi levelga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun ulishini bossak, yana hozir mana bunday ko'rishingiz mumkin USDT unlock deyapti, ya'ni USDT kerak ekan. Bu yerda mana USDT 1 USDT ga sotib olishimiz mumkin bo'ladigan raketa va level 2 ga o'taradi. Ya'ni depozit ham mumkin xohlasanglar, albatta xohlamasanglar o'sha sarmoyasiz kunlik o'zining o'sha qazib olgan USDT'ni olib o'sha 1 dollar bo'lganida pullarni chiqarib olish mumkin bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda mana MF tokeni hech qanday swap qilib boshqa qilib bo'lmaydi.
Keyin mana bu barabr aylantirish jarayonida mana bu yerdagi barabarni kunlik aylantirish jarayonida mana bunday USDT M degan atashmasi M USDT degan token ham tushib qoladi. Buni biz obmen qilishimiz mumkin. Bu yerdan obmenat bo'limiga o'tib, o'sha maxda bossak, masalan 10 USDT bossak, bu yerga hech qanday komissiyalarsiz o'sha 10 USDT bizning balansimizga o'tadi. Keyin do'stlar, bu MF tokenni hech nima qila olmaymiz. Aytib o'tgandek, bu yerda mana popanlik bo'lim bor, VST bo'lim bor. Masalan, popanlik bo'lim orqali bu yerda BP20 USDT va Solana orqali deposit qilishimiz mumkin bo'ladi. Minimal summa o'sha $1. Solanada ham, BP20 USDTda ham. Keyin bu yerdan do'stlar pul chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Pul chiqarish bu yerda mana VST bo'limiga o'tamiz. Bu yerga adres yozamiz. Masalan, adresni yozganimizdan keyin shunchaki o'sha BP20 USDT adresilarni yozishlik kerak bo'ladi do'stlar. Bu yerga keyin masalan summani yozamiz. $1 yozsak 0.01 sent komissiya oladi. Ataga 0.01 sent hech qanaqa bir katta summa emas va 0.99 sent bizning hisobimizga kelib tushadi. Kecha albatta do'stlar pul ham chiqarib ko'rdim bu botdan. Mana bu yerda mana USDT ustiga bossak, hozir ko'rsatib beraman pul chiqarganligim haqida. Mana ko'rishimki VWOT, ya'ni 1 USDT mana chiqib ketgan kecha 2026-yil yo'q, bugun ekan, o'sha soat kechroq chiqarganman va avtomatik to'lab bergan, ya'ni avto to'lovda to'lab bergan. Bot hech qanaqa vaqt o'tmagan, 1 daqiqa ham 2 daqiqa ham o'tmagan. O'sha pulni chiqarishga qo'ydim va botdan xabar keldi, pullaringiz to'lab berdi deb, va Binance hisobimga ham qarasam, pullarim ketib tushgan ekan. Bu yerda mana ko'rish mumkin. $1 o'sha $1.01 sent chiqarganman va 0.01 sent o'sha komissiyaga olib $1 hisobimga kelib tushgan do'stlar. Albatta bu pullar kelib tushganligi haqida men Telegram kanalimga o'sha nima qilib tashab qo'yibman, ya'ni screenshot qilib olib to'lov qilganligi haqida botni. Albatta do'stlar, kirib mana shunday qilib sarmoyasiz bemalol sizlar ham pul ishlashingiz mumkin. Bot 100% puldan to'lab bermoqda. Xohlasanglar $1 bo'lganda pullarni chiqarib olinglar, xohlasangiz $10, xohlasangiz $20 bo'lganida pullarni chiqarib olinglar. Asosiysi mana bu yerda VST bo'limidan adresni xato yozmanglar, bo'ldi, boshqasi muammo emas. Albatta pullar 100% kelib tushadi balanslarga. Aytib o'tgandek, o'sha 24 soatda zabrat qilganimizdan keyin bizga o'sha o'zining qazib olgan, qancha summa qazib olgan bo'lsa, o'sha bizga o'sha USDT'sini beradi. Bu yerda magazin bo'limi bor. Bu yerdan ko'rish mumkin. Deposit etamiz, adashmasam bu yerdan upload bosib o'sha $3 ketishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda mana har xil raketalarni sotib olishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. 100-levelgacha bor ekan, ularda qazib olayotgan jarayonda ko'proq USDT'lar qazib olib beradi. Xohlasanglar o'sha albatta sarmoyasiz ham pul ishlab chiqarib olishga mumkin bo'ladi do'stlar. Do'stlar, bu videolarimiz shulardan iborat edi. Agarda video yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang.